qilgan kurashga tegmas, davay. Don ziki. Don ziki. Tamom. Xullas Ro'za oyiga jiyansan qiynagim kelmayapti. Ben berme şartı. Yo'q, qala bermayman shartni. Qiynagin kelmayapti-ku. Sen osonroq shart berding. Xullas bitta plakat olasan. Mirjon, uni qara, konkurent sanga. Yo, hamma joy ko'rinmayapti. Erson bo'ldimi? Rahmat, umringizdan baraka toping, yaxshi joylarga kelin bo'ling. Shu bolaga yordam qildi, sizga Xudo yordam qilsin. Qara, yuzini yopibdi. Yuzingni och, ey! Ey, Erson chiqdi, yuzingni och. Kelma. Oy, bu 5 ming qo'yib 10 ming olib ketdi-ku bu. Joyiga qo'ydi. Mana tog'am mana. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Degan Ersonimiz qabul bo'lsin. Sen bu boshqa odam emas eganing, Eson-ku. Ma odam jo'rda meshni. Azar megalgadan. Wow! Ham borku marketingga ishroq qilishing kerak. Mana past. Pul bering deysanmi? Mana buni o'zi pul yo'qopti mana. Men o'zim pul yo'qman-ku. Ehson qiling qani mana. To'g'ri ushla, bir umr ham pul yig'olmaysan. To'g'ri ushla. Rahmat. Qilishingizga 8. Mirjon yana shunaqa 2 soat ishlasa, mana shu mashinani olishi mumkin to'g'jon. Nimaga desangiz, 25% boshlanish to'lov to'lasangiz, Suis Buxorodan borib bemalol Suis S07 ni olishingiz mumkin. Xohlasangiz Suis S09 bor, uni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Tak что sizlarni Suis Buxoroda kutib qolamiz. Men nima uchun bunaqa sizlarga tavsiya qilyapman? Chunki men o'zim ham mashinamni aynan o'sha avtosalondan olganman. Shu uchun menga yoqadi, 3 yildan beri zakonni hayda yuribman. Даже maslahat men ham qilganim yo'q. Yo'q, qilish kerak edi buni. 15 mingga 90 ming. Yo'q, o'tiraman men. O'zimga yo'q bo'ldi. Yaxshi. Both their feet give go, both about to do.